Tovush tushunchasi qator turli hodisalarni o'z ichiga oladi. Tovush manbasi sifatida jismning tebranishi tovush hosil bo'lishiga asosiy sababchidir. Tovush bu tabiatning ajralmas qismi, musiqaning esa asosiy ifoda vositasidir. Tovush bu tebranuvchi jismlarning havoda to'lqinlar hosil qilish va ularning eshitish organiga ta'sir orqali seziladigan hodisadir. Jismning tebranishi havoda to'lqinsimon tebranishlar yuzaga kelishiga sababchidir. Bu xildagi tebranishlar tovush to'lqinlari deb ataladi. Tovush to'lqinlarining eshitish organiga ta'sir qiluvchi harakati eshitish nervi orqali bosh miyaga o'tib, tovush sezgisini vujudga keltiradi. Tovushning ikki turi mavjud bo'lib, ularning biri shovqinli, ikkinchisi esa musiqiy tovushlardir. Har bir musiqiy tovushning xarakteri 4 ta asosiy xususiyatlar bilan aniqlanadi: balandlik, qattiqlik, tembr va cho'zim. Demak, tovushlar balandligi bo'yicha baland, o'rta va past tovushlarga ajratiladi. Baland tovushlar nafis, muloyim, jarangli kabi so'zlar bilan ta'riflanadi. O'rta tovushlar yumshoq, qalin, odam ovozidagi so'zlar bilan ta'riflansa, past tovushlar yo'g'on, qo'polroq, chuqur kabi so'zlar bilan ko'proq ta'riflanishi uchraydi. Tovushning qattiqligi jismning tebranish kengligi amplitudasidan kelib chiqadi. Tebranish kengligi qancha keng bo'lsa, tovushlar shunchalik qattiq eshitiladi va aksincha. Qattiqlikning darajasi dinamika so'zi bilan ataladi. Dinamik belgilar musiqada tovushning kuchini ifodalaydi. Tovushning cho'zimi jismning tebranishi davom etishiga bog'liqdir. Real vaqt soniya, daqiqa, soat va hokazolar bilan o'lchanadi. Musiqadagi vaqt muayyan tovush cho'zimi bilan o'lchanadi. Musiqada har bir tovush o'z cho'zimi bo'yicha undan oldingi va keyingi tovushlar bilan muayyan darajada aniq uyushtiriladi. Vaqt bilan belgilangan munosabatlarga kirishadi. Tovush manbai jism butunligicha tebranib, asosiy tovush tezligini, ya'ni eng yaxshi eshitiladigan past balandlikdagi tovushni hosil qiladi. Har bir musiqiy tovush asosiy ton bilan birga ko'plab yangi qo'shimcha tebranishlardan ham iborat bo'ladi. Xulosa sifatida tovush tebranayotgan jismlargina emas, inson hissiyotini ifodalovchi musiqaning asosiy muhim tabiiy hodisasidir desak adashmaymiz. Balandlik tovushning baland yoki past eshitilishi tebranish tezligiga bog'liq tushunchadir. Qanchalik tez tebransa, tovush shunchalik baland eshitiladi. Qattiqlik esa tovushning qattiq yoki sekin eshitilishi tebranish kengligiga, amplitudasiga bog'liq. Amplituda keng bo'lsa, tovush qattiq, tor bo'lsa esa past eshitiladi. Cho'zim tovushning cho'zimliligiga, tebranishining davom etishiga bog'liq. Vaqt musiqada tovush cho'zimi bilan o'lchanadi va tovushlar ma'lum tartib bilan uyushtiriladi. Tovushning rangi va o'ziga xosligi tembr bilan belgilanadi. Har bir manba tovushni o'ziga xos rang balandlikda hosil qiladi. Asosiy ton uning qo'shimcha tebranishlar tembrini yaratadi. Bu xususiyatlar musiqaning badiiy ifodaviyligini belgilaydi. Ular bir-biri bilan o'zbek bog'liq bo'lib, musiqaning asosiy ta'sir kuchini, mazmuni va estetik qiymatini oshiradi. Demak, tovushning balandlik, qattiqlik, tembr va cho'zim xususiyatlarini chuqur tushunish, musiqani anglash, ijod qilish va tinglash madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiladi desak adashmaymiz.